Uyimga kirding indamadim. Bilganingni qilding indamadim. Endi nima? Uyimdagilarni o'zgartirmoqchimisan? Kelganda Nima sen rasistmisan? rasist. Rasist? Irq ajratyapsanmi? Demak, rasistsan. Rasist. O bola! Hozirab jag'ingni chiqarib qo'yaman. Adashdim, uzr. Adashdim. Sen rasist emassan, sen menga tajovuz qilyapsanmi? Demak sen banditsan. Bandit! Terrorist! Jim. Menga qara. Meni uyimda ayollar bor. Agar seni bunday yurishingni ko'rishsa, bilasanmi nima bo'ladi? Ayollar. Erkaklar. Demak sen mizoginistmisan? Feminizmga qarshimisan? Demak sen mizoginistsan. Oy, mizoginist. Mizoginist? Umuman tushunmayapman. Hozir. Birodar. Bizni dinimizda Mana gap qayerda ekan, ha? Demak sen radikal ekansan. Ha? Shuncha ayblov bilan qiynalib qolmaysanmi? Menga qara. Ha? Men xohlagandek yashashimga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Men chiroyliman. Men aqlliman. Men kelajakman. Men orzu havasman. Men. Sen kimsan? Inson dunyoga bir marta kelar ekan. Mana shu hayotini xohlagancha yashashga undovchi kuchli, haqiqiy, chegaralarsiz mentalitetman. Sen kimsan? men Mizoginist? Yo'q. Rasistmisan? yo'q. Bandit? Yo'q. Radikalmisan? Yo'q. Endi menga aytchi. Kim to'g'ri-yu, kim noto'g'ri? Kim yaxshi-yu, kim yomon? Maqsading nima? Maqsad? Hech narsa. Shunchaki hamma chegarasiz xohlaganicha yashasin.